Oilangizda yangi voqealar va muhim yangiliklar yuz berishi mumkin. Agar yaqinlaringiz bilan xafagarchiliklar bo'lsa, munosabatlarni tiklash vaqti keldi. Aka-uka, opa-singil yoki qarindoshlar bilan bir-biringizga ko'mak bo'lasiz. Uyda samimiy suhbatlar, kichik bayramona yig'inlar o'tkazish ehtimolingiz yuqori. Ko'chish, uy olish va sotish, meros yoki ta'mirlash kabi masalalarda siz uzoq kutgan xabar va nihoyat kelishi mumkin. Kichkina bitta o'zgarish hayotingizda katta burilish yasashi hech gap emas. Ruhiyatingiz tinchlanadi, o'zingizni ancha yengil va barqaror his qilasiz. Sizga zarar yetkazayotgan odamlar yoki his-tuyg'ulardan xalos bo'lish va ruhiy poklanish uchun yaxshi davr boshlanayotgandek ko'rinmoqda. Bu davrda muhabbat, ijodkorlik va yangi tashabbuslar oldinga chiqadi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi va o'zingizni bemalol ifoda eta boshlaysiz. Muloqot qilishingiz oson bo'lgan, sizni tushunadigan yangi bir inson hayotingizga kirib kelishi mumkin. Balki do'stlik muhabbatga aylanish ehtimoli ham bor. Lekin halol bo'lmasangiz, bu imkoniyatlarni qo'ldan boy berishingiz ham mumkin. Hayotning chiroyli, yoqimli jihatlaridan bahramand bo'lish istagi kuchayadi. Sport bilan shug'ullanish yoki sevimli mashg'ulotlaringizni daromad manbaiga aylantirish fikri sizni ilhomlantiradi. Agar ishlaringizda halollik va bilim bilan harakat qilsangiz, bu siz uchun yangi daromad eshiklarini ochishi mumkin deb ko'rinmoqda. Kundalik ishlaringizda va ish joyingizda yangi o'zgarishlar bo'lishi, xizmat olayotgan joylaringizga yangi xizmat turlari qo'shilishi mumkin. Ba'zi vazifalar og'ir tuyulishi mumkin, lekin siz ularning ko'pini muvaffaqiyat bilan uddalay olasiz. Sport bilan shug'ullanishga yoki parhez qilishga jiddiy kirishishingiz mumkin, lekin o'zingizga e'tiborni kamaytirsangiz, ovqatlanish tartibingiz buzilishi va sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ruhiy holatingiz ham tanangizdagi quvvatga bevosita ta'sir qiladi. O'zingizni ichki va tashqi tomondan sog'lomlashtirish siz uchun foydali bo'ladi. Bu jarayonda o'zingizga vaqt ajrating. Yaqin munosabatlarda aloqalar kuchayadi. Kutgan yangiliklaringiz tez orada kelishi mumkin. Yangi munosabat boshlashingiz yoki bor bo'lgan munosabatingizni yangi bosqichga olib chiqishingiz mumkin. Ishdagi sheriklar, maslahatlar yoki huquqiy masalalarda faoliyat oshishi mumkin. Atrofingizda odamlar ko'payadi va bu sizga foyda keltiradi. Boshqalarning fikr va xohishlariga ko'proq e'tibor berasiz. Dushmanlaringiz bo'lsa, ular o'zlarini yanada ko'rsatishga harakat qilishadi. Yaqinlaringiz bilan sayohatga chiqishingiz, shuningdek sizda boshqa shahar yoki mamlakatga ko'chib ketish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Siz uchun katta o'zgarishlar va yangilanishlar vaqti keldi. Mol, mulk, hamkorlik, bonuslar, meros, turmush o'rtog'ingizning daromadi yoki aliment orqali tushadigan daromadlaringiz ortishi mumkin. Sizda ruhiy jihatdan chuqurroq o'rganish, yangi bilimlar izlash imkoniyati paydo bo'ladi. Qiyin vaziyatlarni boshqarishda juda yaxshi natijalar ko'rsata olasiz. Jarrohlik yoki estetik amaliyotlar, shifokor ko'rigiga borishingiz mumkin. Qaramliklardan qutulib, o'zingizni yangilangan, yangi hayotga qaytgan his qilishingiz, atrofingizda sirli maqsadlari bor bo'lgan odamlar paydo bo'lishi ham mumkin. Endi hayotingizdan ortiqcha yuk bo'lgan, sizga zarar keltirayotgan odamlarni chiqarib yuborish vaqti kelgan deb ko'rinmoqda. Ta'lim olish, huquqiy masalalar va chet el bilan bog'liq ishlaringizda yangi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Siz viza, pasport, shaxsiy guvohnoma yoki til imtihonlariga topshirishingiz mumkin. Savdo-sotiqda yangi yo'nalishlarni sinab ko'rishga intilishingiz, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad olish imkoniyatingiz oshishi ehtimoli bor. Chet elliklar bilan do'stliklar o'rnatish sizni madaniy jihatdan o'sishingizga yordam beradi. Dunyoqarashingiz kengayadi, hayotingizga yangi maqsadlar qo'yasiz. Hech kim haqida oldindan hukm chiqarmasangiz, o'z yo'lingizni mustaqil ravishda tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ishingizda va jamiyatdagi o'rningizda yangiliklar yuzaga kelishi mumkin. Buning natijasida mas'uliyatlaringiz ortadi. Endi odamlar ismingizni ko'proq eshitishlari, lekin shu bilan birga ko'proq gap so'zlarga ham duch kelishingiz mumkin.
Tanlovlar, suhbatlar, xalqaro masalalar, amaliyot va imtihonlar sizni yanada rivojlantiradi. Uy-joy va ishni yaxshi muvozanatlash imkoniyati ham paydo bo'ladi. Hamkorlikdagi loyihalarda foydali o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin ochko'zlik qilmasdan bor narsaga shukr qilib harakat qilish muhim ahamiyatga ega deb ko'rilmoqda. Ijtimoiy muhit va do'stlik munosabatlarida muhim yangi boshlang'ichlar bo'lishi mumkin. Sizni quvontiradigan kutilmagan surprizlar sizni kutmoqda. Kelajakka bo'lgan umidlaringiz kuchayadi. Hatto ko'pdan beri orzu qilib yurgan bir niyatingiz ushalishi mumkin. Yangi loyihalar, jamoa bo'lib ishlash, ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad topish yoki ishdagi muvaffaqiyatlaringizda sizga endi ko'proq yordam va imkoniyatlar beriladi. Katta daromadlar va boshqalardan keladigan yordamlar sizga katta baxt keltirishi mumkin. Shunga qaramay, haddan tashqari ishonuvchanlik yoki orzularni ortiqcha bo'rttirish sizni aldashi mumkin. Shuning uchun har qanday qarorni hushyorlik bilan qabul qilish foydadan xoli bo'lmaydi. Siz nazorat qila olmaydigan joylarda yangi voqealar ro'y berishi mumkin. Atrofingizdagi odamlarga ishonish qiyin bo'lsa ham sizni xursand qiladigan kutilmagan surprizlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Ichki dunyoingiz yana boyishi, rang-barang tushlar ko'rishingiz mumkin. Shifo beruvchi mashg'ulotlar, jamoaviy ishlarda qatnashish, boshqalarga ko'ngildan yordam berish yoki berilgan ehsonlar orqali yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. O'tmishni o'tmishda qoldirish, ortiqcha vazndan xalos bo'lish kabi o'zgarishlar uchun quvvatlanasiz. Fikringizni jamlash, tinchlanish uchun qisqa ta'tilga chiqish siz uchun foydali bo'ladi. Shuningdek, uzoqda yashaydigan qarindoshlar va do'stlar bilan aloqalarni mustahkamlash kabi imkoniyatlar ham tug'iladigandek ko'rinmoqda. Shaxsiy hayotingizni o'z yo'liga solishni xohlashingiz mumkin. His-tuyg'ularingiz ko'proq o'zingizga qaratiladi. Bu davrda ehtiyojlaringiz sizga aniqroq sezila boshlaydi. Tashqi ko'rinishingiz, o'zingiz haqidagi tasavvuringiz va boshqalarda qoldirayotgan taassurotingiz borasida o'zingizga yangiliklar kiritishingiz, shuningdek yangi boshlang'ichlar qilishingiz mumkin. Biroq o'tmishdagi voqealar haqida ortiqcha o'ylab qolishingiz va qarorlaringizni qayta ko'rib chiqish ehtimolingiz ham bor. Ayniqsa munosabatlarda chegaralarni aniq belgilash va o'zingizni juda bo'sh qo'yib yubormaslik muhim ahamiyatga ega. Energiyaga to'la bo'lsangiz ham hamma narsaga ulgurishingiz biroz qiyinroq bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Endilikda fikrlaringizni daromad topishga yo'naltirishingiz mumkin. Savdo, o'qish yoki sayohatlar orqali qo'lingizga yaxshi mablag' tushish ehtimoli bor. Lekin xarajatlaringizni rejalashtirmasangiz, bu imkoniyatlarni tezda qo'ldan boy berishingiz mumkin. Boyligingizni ko'paytirish uchun xarajatlaringizni puxta reja asosida amalga oshirishingiz mumkin. Bilim va qobiliyatingiz o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishda yordam beradi. Shuningdek, ovqatlanish tartibingizni yo'lga qo'yishingiz, hatto parhezga ham rioya qiladigandek ko'rinmoqdasiz. Hayotingizda quvonchli voqealar ko'payishi mumkin, lekin yangi oy tufayli kayfiyatingiz ham o'zgarib turish ehtimoli bor. Bir nechta tanlov orasida qolib ketishingiz mumkin. Yangi g'oyalar, loyihalar, kelishuvlar va qisqa safarlar bilan bog'liq yangi boshlang'ichlarga tayyor turing. Ta'lim olish yoki bilim va ma'naviy saviyangizni oshirish uchun yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Aka-uka, opa-singillar, qo'shnilar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqotingiz faollashadi. Mashina olib sotish, hujjat ishlarini hal qilish, suhbatga tayyorlanish yoki savdolashish kabi ishlarda omad siz tomonda bo'lishi kutilmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.